Yo, bunachilar. Anaqa skuterlarni ajali keldi, ajali. Endi generator ham kerak yo'q. Generatorni ham musorga o'tvorasizlar. Javobiga. Men degan zo'r generatorni ham damini beradigan narsa keldi. Mana. Akkumulyatori qichig'i, nomer 1. Kami 100 kilometr yuradi. 100 kilometr yura olmadim degani kelsa mana oldimga. Bonusiga yana bitta qo'shib beraman. 100 kilometr yuradigan akkumulyator. 120 amper bo'ladi bu. Faqat zakaz, lekin bor o'zimizda hozir nalichida bor. Naq bo'lganga beriladi, naq bo'lganga sotiladi. Narxi arzon emas. Oddiy akkumulyator 2 barobar narxi, lekin ishlash prinsipi oddiy geliy akkumulyator misol 1 yildan 3 yilgacha ishlab beradigan bo'lsa, buniki kamida bir 4-5 yil kamida yomkis tushishni boshlaydi. Atak zavodskiy garantiyasi 1 yil. Zaryadchigi bilan bo'ladi, o'zini radnoy zaryadchigi bilan bo'ladi. Amperaj yani 60-70 amperli emas. Ani biz ani Optimga sotgan 3.200 million akkumulyatordan emas bu. Bu 3.200 li akkumulyator u 60 amper sotgan. 60 amperli bo'lgan. O'shanaqa narxda sotganmiz. Taji 3 milliondan ham sotgan ekanmiz. U undan emas. Bu 120 amper, katta amperaj. Hali parod qilgani yo'q. Katta avtobuslarga ham dashi qo'yibamiz. Elektr avtobuslarga, elektr skuterlarga ham qo'yib berdik. Bittasi yetdi, ana 170 ta o'chdim dedi. Endi biz 100 kilometr minimalni beramiz. Eng minimallisi atak yog'i o'zingizlarga, haydashingizlarga bog'liq. Kamida 150 ham yuraverasiz, 170 ham yuraverasiz. Bosinglar.